Ananasni yangichasi ekan. Aniqdan bosar ekansiz, mana buni olib turib ichar ekansiz. Xo'p, buni narxi 40 ming so'm ekan. Ananasni o'zi 25 ming ekan. Xo'p, 39 mingdan yangi ketdi. Mana. Xo'p. Avokado. Mashina nomi nima edi? Biladiganlar yozib yuboringlar. Ot esimdan chiqib qoldi. Buni ham nomi esimdan chiqib qoldi. Yeb ko'rganlar bormi? Bundan hali yeb ko'rmadim men. Chamna bo'lar ekan. Xullas, lokatsiya Telegram kanalimizda yangi narxlardan, yangi mahsulotlardan yeb ko'ringlar. Hop, mana bitta chegirma